Koreyani Songyang degan navini sortini ekkanmiz. Mana o'sha hosilga kirisha boshladi bular. Hosildorligi ko'p, xalqaro bozor bor. Afzalligi bu 8-pokoleniya, eng zamonaviy, oxirgi issiqxonalardan biri hisoblanadi buni. Oziqlantirish texnologiyalari hammasi kompyuterlashgan bunga. Inson omil kerak. Bir kishi bo'lsa bo'ldi bu. Kerak paytda sug'oradi, kerak paytda ochadi tepasini. Kerak paytda yopadi ko'rpalarni, sovutish kerak bo'lsa sovutadi. Relslar qo'yilgan, bular ham isitgich, ham bunda ishlash moslamalari yuradi ichida. Mahsulot terib chiqishda yoki ularni ekish davrida kerak bo'ladi jarayonda bular. Juda yaxshi biznes bu. Juda foydali. Mana biz tomorqa yer xo'jalik xonadonlarga ekib beryapmiz. Qulupnay mana issiqxonada ekiladigan bo'lsa, issiq kamroq talab qilinadi. Tomorqa maktabimiz bor. Unda o'rgatiladi qanday yetishtiriladi, qanaqa eksport qilinadi, qanday qadoqlanadi. Mana xalajenlik qurildi 200 tonna. Qolaversa, o'sha xonadon egalari tayyor bo'lgan mahsulotini agar bozorini topa olmagan taqdirda o'zimiz sotib olamiz. Parkent tumani mahallalaridan boshqa tumanning mahallaridan kelib turibdi bizga qilib bering xonadonga yo'qlang. Lizing asosida imkoniyat mana shuni qilib beriladi. Chunki katta yo'li bo'yida juda ham o'tgan qatcha hamma kiradi. Kirib ko'rib o'zlari ishonch hosil qilib, ular shartnoma asosida ishlayapti.